Bugungi gapim pensiyasini kartaga oladigan har bir odamga tegishli. Bu oddiy bank kartasi masalasi emas. Bu sizning oylik daromadingiz, doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lov ketadigan pulingiz. Ya'ni hayotingizdagi eng muhim mablag' haqida. Shuning uchun men hozir aytadigan ma'lumotlarni pensiya oladiganlar ham, ularning farzandlari ham, nabiralari ham albatta bilishi kerak. Agar siz pensiyani kartaga olsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta oddiy xato sababli karta bloklanishi, pulni vaqtida yechib bo'lmasligi, bankomatdan ortiqcha komissiya ketishi, hatto firibgarlarga pul o'tib ketishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim mavzularni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd pul shaklida olardi. Mahallaga pochta orqali yoki mas'ul xodim orqali pul yetkazib berilardi. Bu usulning qulay tomoni bor edi, odam qo'liga pulni olardi, kartani bilmasa ham, bankomat qidirmasa ham bo'lardi. Lekin bu tizimda muammolar ham ko'p edi. Pul kechikishi mumkin edi, navbat bo'lardi. Kimdir uyda bo'lmasa, qayta kelish kerak bo'lardi. Ayrim hollarda pulni olish uchun boshqa odamga ishonishga to'g'ri kelardi. Hozir esa pensiya to'lovlari tobora ko'proq bank kartalari orqali amalga oshirilmoqda. Bu zamonaviy va qulay tizim. Pul kartaga tushadi, odam xohlagan vaqtda bankomatdan yechadi, do'konda karta bilan to'laydi. Kommunal xizmatlarni mobil ilova orqali amalga oshiradi. Ammo qulaylik bilan birga mas'uliyat ham keladi. Karta qo'lda bo'lsa ham uning PIN kodi, SMS xabarnomasi, amal qilish muddati, bank komissiyasi, karta bloklanishi, ishonchnoma bilan olish tartibi kabi masalalarni bilmasangiz muammo chiqadi. Men amaliyotda juda ko'p holatlarni ko'rganman. Masalan, pensiya kartaga tushgan, lekin odam karta muddati tugaganini bilmagan. Bankomatga boradi, karta ishlamaydi. Keyin bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Yana bir holatda farzandi onasining kartasini olib, do'konda ishlatib yuradi. Lekin onasi pul qayerga ketayotganini aniq bilmaydi. Boshqa bir holatda esa pensioner telefoniga kelgan kodni begonaga aytib yuborgan. Natijada kartadagi pul yechib olingan. Shuning uchun pensiyani kartaga olish faqat pul tushishini kutish emas, balki o'z pulingizni himoya qilishni ham anglatadi. Eng katta o'zgarish shuki, pensiya mablag'i endi ko'p hollar bank kartasi orqali beriladi va odamning bank bilan aloqasi kuchayadi. Oldin pensiya kelganmi yoki yo'qmi? Asosan mahalla, pochta yoki tarqatish jadvali orqali bilinardi. Hozir esa SMS xabarnoma, mobil ilova, bankomat, bank filiali orqali tekshiriladi. Bu yaxshi, chunki siz pul tushganini tez bilasiz. Lekin telefon raqamingiz kartaga ulanmagan bo'lsa, SMS kelmaydi. Telefon raqam boshqaning nomida bo'lsa, xabar boshqa odamga borishi mumkin. Bu esa juda nozik masala. Yana bir o'zgarish, pulni yechish joyi ko'paydi. Siz faqat bitta joyga bog'lanib qolmaysiz. Bankomatdan yechishingiz mumkin, bank kassasidan olishingiz mumkin, do'konlarda karta bilan to'lashingiz mumkin. Lekin hamma bankomat bir xil emas. O'z bankingiz bankomatida komissiya bo'lmasligi yoki kam bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatida esa komissiya olinishi ehtimoli bor. Masalan, kartangiz bir bankniki bo'lsa, siz boshqa bankomatidan ming so'm yetsangiz, ma'lum foiz komissiya ushlanishi mumkin. Bu foiz kichik ko'rinsa ham, har oy takrorlansa, yil davomida sezilarli pul bo'ladi. Uchinchi o'zgarish, karta orqali to'lov qilish odati kengaydi. Dorixonada, oziq-ovqat do'konida. Kommunal to'lovda karta ishlatish mumkin. Lekin har bir pensioner mobil ilova bilan ishlay olmaydi. Ba'zilar PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yoniga qo'yib qo'yadi. Bu juda xavfli. Karta bilan PIN kod birga bo'lsa, kartani topgan yoki olgan odam pulni oson yechib olishi mumkin. Men doim aytaman, karta ham pul. PIN kod esa shu pulning kaliti. Kalitni eshikning ustiga osib qo'yilmaydi. Birinchi navbatda pensiyasini kartaga oladigan har bir pensioner e'tiborli bo'lishi kerak. Karta faqat plastik buyum emas. Unda sizning oylik pensiyangiz turadi. Agar siz har oy 1 ming so'm pensiya olsangiz, bu mablag' siz uchun bir oy yashash manbai. Agar 2,5 ming so'm olsangiz, bu pulning ichida dori, oziq-ovqat, transport, qarindoshga yordam, kommunal to'lovlar bor. Shu pulni nazoratsiz qoldirish mumkin emas. Ikkinchi navbatda farzandlar va qarindoshlar e'tiborli bo'lishi kerak. Ota-onangiz kartadan foydalanishni yaxshi bilmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Ular boshqa davrda yashagan, naqd pulga o'rgangan. Siz ularga baqirmasdan, shoshirmasdan oddiy qilib tushuntirishingiz kerak.
Bankomatdan qanday pul yechiladi? Pin kodni hech kimga aytmaslik kerakligi. Telefoniga kelgan kodni begonalarga aytmaslik kerakligi. Kartani yo'qotib qo'ysa nima qilish kerakligi barchasi tushuntirilishi shart. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan, yura olmaydigan, yo katta yoki kasal pensionerlar. Bunday holatda pensiyani kim olib beradi? Qanday hujjat asosida oladi? Ishonchnoma bormi? Bank bu odamni tan oladimi? Bularning hammasi oldindan tartibga solinishi kerak. Aks holda pensiya kartada turadi, lekin undan foydalanish qiyinlashadi. Masalan, Paytmen 2 yoshli onaxon yurishga qiynaladi. Kartasi bor, lekin bankomatga bora olmaydi. O'g'li pul olib berib yuradi. Agar karta o'g'lining qo'lida bo'lsa, bu oilada ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Pul egasi onaxonning o'zi. Har bir yechilgan mablag' uning roziligi bilan bo'lishi kerak. Agar siz kartangizni o'zingiz nazorat qilsangiz, PIN kodni hech kimga bermasangiz, telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, SMS xabarnoma yo'qolgan bo'lsa, karta muddati tugashiga oldindan e'tibor bersangiz, ortiqcha vahima qilishga hojat yo'q. Karta orqali pensiya olish xavfli degani noto'g'ri. Xavf karta tizimining o'zida emas. Ko'pincha noto'g'ri foydalanishda bo'ladi. Masalan, siz pensiya tushgan kuni SMS oldingiz. Bank ilovasidan balansni ko'rdingiz. Keyin o'z bankingiz bankomatidan kerakli miqdorni yechdingiz. Qolganini kartada qoldirdingiz yoki do'konda karta bilan to'ladingiz. Hech kimga kod bermadingiz, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmadingiz. Bunday holatda karta sizga qulaylik beradi. Siz navbat kutmaysiz. Pulni birdan hammasini cho'ntagingizda olib yurmaysiz. Kerak bo'lsa, to'lovlarni uyda turib amalga oshirasiz. Lekin men shuni ham aytaman. Hamma pulni kartada saqlash ham, hamma pulni birdan naqd qilib olish ham har doim to'g'ri emas. Agar sizga oy davomida mayda xarajatlar bo'lsa, bir qismini naqd, bir qismini kartada qoldirish ma'qul. Masalan, 2000 ming so'm pensiya tushsa, 700 ming so'mini oziq ovqat va transport uchun naqd olishingiz, qolganini karta orqali kommunal to'lovlar va dorixona xarajatlariga ishlatishingiz mumkin. Bu har bir oilaning sharoitiga bog'liq. Birinchi misol. Otaxon har oy 1,8 ming so'm pensiya oladi. U kartani o'zi ishlatmaydi, nevarasiga beradi. Nevarasi bankomatdan pul yechib beradi. Bu oilada muammo yo'qdek ko'rinadi. Lekin bir kuni otaxon balansni tekshirtirsa, 300 ming so'm kam chiqadi. Nevarasi adashib karta bilan internetda to'lov qilganini aytadi. Bu yerda katta jinoyat bo'lmasligi mumkin, lekin muammo shundaki, karta egasi o'z pulining harakatini nazorat qilmagan. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l kartaga SMS xabarnoma ulash. Har bir yechim yoki to'lov haqida karta egasiga xabar kelishini ta'minlash. Ikkinchi misol, ayol kishi pensiyasini kartaga oladi, lekin telefon raqami eski. O'sha raqamni bir necha yil oldin ishlatgan, hozir boshqa raqamdan foydalanadi. Bankdagi kartaga eski raqam ulangan. Natijada pensiya tushgani haqida SMS kelmaydi. Bankdan ogohlantirishlar ham kelmaydi. Karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, u kech biladi. Shuning uchun telefon raqamini bankda yangilash juda muhim. Bu kichik ishdek ko'rinadi, lekin xavfsizlikning asosiy qismi. Uchinchi misol. Pensionerga kimdir qo'ng'iroq qiladi va o'zini bank xodimi deb tanishtiradi. Kartangiz bloklanadi. Hozir telefoningizga kod boradi. Shu kodni ayting deydi. Pensioner ishonib kodni aytadi. Bir necha daqiqadan keyin kartadan pul yechiladi. Men bunday vaziyatlarda aniq aytaman, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod, karta paroli, ilova parolni so'ramaydi. Agar kimdir so'rasa, u bank xodimi emas, firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Darhol qo'ng'iroqni uzing va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. To'rtinchi misol, karta muddati tugagan. Kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatiladi. Masalan, 1225 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi. Ko'pchilik bu yozuvga e'tibor bermaydi. Pensiya tushadi, lekin karta orqali operatsiya qilish qiyinlashadi yoki yangi karta kerak bo'ladi. Shuning uchun karta muddati tugashiga 2 oy qolganda bankka borib, yangi karta masalasini hal qilish kerak. Buni pensiya tushadigan kuni emas, oldinroq qilish kerak. Eng muhim nozik masala pensioner kartani boshqa odamga berishi. Oilada ishonch bo'lishi mumkin, lekin karta egasi o'z pulini bilib turishi kerak. Agar farzand ota-onasiga yordam berayotgan bo'lsa, bu yaxshi, lekin yordam shaffof bo'lishi kerak. Qancha pul tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, bularni tushuntirib borish kerak. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, keyin kelishmovchilik chiqmasligi uchun ham bu muhim.
Yana bir masala ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, uning nomidan boshqa odam harakat qilishi uchun qonuniy tartib kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatda notarial ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, bank talab qiladigan qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Men maslahat beraman. Bunday vaziyatda taxmin bilan ish qilmang. Avval bankka qo'ng'iroq qiling yoki yaqin filialga borib, aynan qanday hujjat kerakligini so'rang. Chunki bank ichki tartibi karta turi va operatsiya turiga qarab talab farq qilishi mumkin. Yana bir noziklik. Bankomat pul bermasa, lekin hisobdan yechilgan ko'rinsa, bunday holat kam bo'lsa ham uchraydi. Masalan, siz 500 ming so'm yechmoqchi bo'ldingiz, bankomat xato berdi, pul chiqmadi, lekin SMSda yechilgani ko'rindi. Bunday paytda vahima qilmaslik kerak. Darhol chekni saqlang, bankomat joylashgan manzilni yozib oling, vaqtini eslab qoling, bankka murojaat qiling. Odatda bunday holatlar tekshiruv orqali hal qilinadi. Lekin siz dalillarni saqlamasangiz, jarayon cho'zilishi mumkin. Yana bir xato, komissiyani hisoblamaslik. Ayrim odamlar bankomat pul berdi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin boshqa bankomatidan pul yechilganda komissiya bo'lishi mumkin. Masalan, 1% komissiya bo'lsa 1000 so'mdan 1000 so'm ketadi. Bu bir martada katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin har oy 2-3 marta shunday qilsangiz, yiliga ancha pul bo'ladi. Shuning uchun kartangiz qaysi bankniki, qaysi bankomatdan komissiyasiz yoki kam komissiya bilan yechish mumkinligini aniqlab oling. Yana bir muhim narsa. Karta yo'qolsa, ko'pchilik balki uyda qolgandir deb bir necha soat kutadi. Men bunday qilishni tavsiya qilmayman. Agar karta yo'qolganiga shubha bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Keyin topilsa, bank bilan maslahatlashib yechim qilinadi. Lekin karta yo'qolib, PIN kod ham yonida bo'lsa, har bir daqiqa xavfli. Ayniqsa kontaktsiz to'lov yo'qolgan bo'lsa, kichik summalar PIN kodsiz ham ishlatilishi mumkin. Birinchi qadam. Kartangiz qaysi bankniki ekanini aniq biling. Bank nomini, filial manzilini, rasmiy telefon raqamini yozib qo'ying. Bu raqamni internetdagi tasodifiy reklamalardan emas, bankning rasmiy sayti. Karta orqasidagi raqam yoki filialdan oling. Uyda ko'rinadigan joyga bank raqami deb yozib qo'yish mumkin. Lekin PIN kodni hech qachon yozib qo'ymang. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tekshiring. Bankka ulangan raqam siz ishlatayotgan raqammi yoki yo'qmi? Shuni aniqlang. Agar raqam eskirgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Buning uchun odatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ba'zi banklarda mobil ilova orqali ham yangilash mumkin. Lekin yoshi katta odamlar uchun filialga borib, xodimdan rasmiy tartibda yordam olish ishonchliroq. Uchinchi qadam, SMS xabarnomani yo'qing. Har bir kirim va chiqim haqida xabar kelishi kerak. Pensiya tushdimi? Bankomatdan pul yechildimi? Do'konda to'lov bo'ldimi? Barchasini ko'rib turasiz. Bu nafaqat qulay, balki himoya ham. Agar siz qilmagan operatsiya bo'lsa, darhol bilasiz va bankka murojaat qilasiz. 4-qadam, PIN kodni yodda saqlang. Uni kartaning ustiga yozmang, qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. Telefonga karta kodi deb saqlamang. Agar yodlash qiyin bo'lsa, farzandingiz yordamida o'zingizga tushunarli, lekin boshqalarga noma'lum usul toping. Lekin baribir kodni hech kimga aytmang. Hatto bank xodimiga ham, qarindoshga ham, qo'ng'iroq qilgan odamga ham aytish shart emas. 5-qadam, karta muddatini tekshiring. Kartaning old tomonda amal qilish muddati yozilgan. Shu muddat tugashiga yaqin bankka murojaat qiling. Yangi karta chiqarilganda pensiya avtomatik yangi kartaga bog'lanadimi yoki qo'shimcha ariza kerakmi? Shuni so'rang. Ba'zan karta yangilanadi, lekin hisob raqami va to'lov tizimi bilan bog'liq texnik masalalar bo'lishi mumkin. Oldindan aniqlasangiz, pensiya kuni muammo bo'lmaydi. 6-qadam, pensiya tushganini tekshirishni odat qiling. Har oy taxminan qaysi sanalarda pensiya tushishini biling. Agar odatdagi vaqtdan ancha kechiksa, darhol xulosa qilmang. Avval bankdan balansni tekshiring, keyin pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Ba'zan texnik kechikish bo'lishi mumkin, ba'zan hujjat bilan bog'liq masala chiqadi. Muhimi aniqlashtirishni cho'zmaslik. 7-qadam, bankomatdan foydalanganda ehtiyot bo'ling. Bankomat yonida begona odam yordam bermoqchi bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filialidagi rasmiy xodimdan yordam so'rang. PIN kod terayotganda klaviaturani qo'lingiz bilan to'sib turing. Pul chiqqandan keyin darhol sanang, kartani oling, chekni kerak bo'lsa saqlang.
Bankomat oldida pulni uzoq vaqt ko'rsatib turmang. 8-qadam. Firibgarlik qo'ng'iroqlarga aldanmang. Kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz to'xtaydi. Sizga qo'shimcha pul tushadi. Kodni aytsangiz, yordam beramiz degan gaplar ko'p hollarda tuzoq bo'lishi mumkin. Rasmiy idoralar va banklar sizdan maxfiy kodlarni so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, qo'ng'iroqni o'zing va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. 9-qadam. Oilada tartib o'rnating. Agar pensionerning kartasidan farzandi foydalanayotgan bo'lsa, har oy oddiy hisob-kitob qilsin. Masalan, pensiya 2100 so'm tushdi. 800 ming so'm naqd olindi, 400 ming so'm dori. 50 ming so'm kommunal to'lov, 400 ming so'm oziq-ovqat qolgan mablag' kartada qoldi. Bu hisob-kitob oilada ishonchni mustahkamlaydi va keyingi nizolarning oldini oladi. 10-qadam muammo bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bankka borsangiz, ariza yozing, murojaat raqamini oling. Chek va SMS'lar saqlang. Agar pensiya tushmagan bo'lsa, tegishli pensiya organiga murojaat qiling. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensioner guvohnomasi yoki kerakli ma'lumotlarni tayyorlang. Hujjat bilan ishlasangiz, masala ancha tez va aniq hal bo'ladi. Oddiy holatda bankka murojaat qilish uchun pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Karta almashtirish, telefon raqamini o'zgartirish, karta blokdan chiqarish, yangi karta olish kabi ishlar uchun shaxsni tasdiqlash zarur. Agar pensioner o'zi bora olsa, eng oson yo'l shu. Agar boshqa odam pensioner nomidan ish qilmoqchi bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Bunda notarius orqali rasmiylashtirilgan ishonchnoma, ishonchli shaxsning pasporti yoki ID kartasi, pensionerning hujjatlari talab qilinishi mumkin. Men har doim oldindan bankdan so'rashni maslahat beraman. Chunki bir bank talab qilgan hujjatni boshqacha tartibda ko'rishi mumkin. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, bankka darhol murojaat qilib, kartani bloklatish kerak. Yangi karta olish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bank arizasi kerak bo'ladi. Agar kartadagi pul bilan shubhali operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiya sanasi, vaqti, summasi, SMS xabari. Bankomat yoki to'lov joyi haqida ma'lumotlarni tayyorlab boring. Birinchi xato PIN kodni boshqalarga aytish. Bu eng xavfli xato. Bu o'zimning bolam-ku, bu bank kodim bo'lsa kerak. Faqat bir marta kerak ekan deb kodni aytish mumkin emas. PIN kod sizning pulingizni himoya qiladi. Ikkinchi xato SMS kodni aytish. Telefoningizga kelgan bir martalik kod ko'pincha operatsiyani tasdiqlash uchun ishlatiladi. Uni aytsangiz, boshqa odam sizning nomingizdan amal bajarishi mumkin. Bu kodni hech kimga aytmang. Uchinchi xato. Kartani nazoratsiz berib yuborish. Karta boshqa odamning qo'lida yursa, siz pul harakatini ko'rmay qolasiz. Zarurat bo'lsa, yordam beradigan odam bilan aniq tartib qiling. SMS xabarnomani o'zingizga ulang. 4-xato. Bankomat komissiyasiga e'tibor bermaslik. Har oy pensiyani yechishda qaysi bankomatdan foydalanayotganingizni biling. O'z bankingiz bankomatlar qayerda joylashganini oldindan aniqlab oling. 5-xato. Karta muddati tugashini kutib yurish. Karta ishlamay qolganidan keyin yugurib yurmaslik uchun muddatni oldindan tekshiring. Ayniqsa, qishloq joylarda bank filiali uzoq bo'lsa, bu juda muhim. Men bugun sizga pensiyani kartaga olishning eng muhim tomonlarini tushuntirdim. Karta qulay, lekin uni to'g'ri ishlatish kerak. PIN kodni hech kimga bermang, SMS kodni aytmang, telefon raqamingizni bankda yangilang. Karta muddatini tekshiring, komissiyalarga e'tibor bering. Muammo bo'lsa, darhol rasmiy murojaat qiling. Bu ma'lumotlar faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari va yaqinlari uchun ham juda muhim. Chunki yosh katta insonlar ko'pincha bank tizimidagi mayda, lekin muhim narsalarni bilmasligi mumkin. Biz ularga yordam berishimiz kerak, lekin ularning pulini nazoratdan chiqarib yubormasligimiz kerak. Kommentariyada yozing. Siz pensiyani kartaga olishda qanday muammoga duch kelgansiz? Bankomat, karta muddati, SMS xabarnoma yoki firibgar qo'ng'iroqlar bo'yicha tajribangiz bo'lsa, boshqalar ham bilishi uchun ulashing. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu oddiy maslahat emas, bu har oy keladigan pensiya pulini himoya qilish uchun zarur ma'lumot.